Ha, bo'ldimi? Ha, men narsalarni zakaz qilib qo'ydim. Kimi hammasi? Yo, bismillah. Bugun bodringlar ayron ichamiz. Bo'ldi, bu yomon tushmading, polvon. Siz uchun maxsus bodringli chaqayib ko'rsa ham indamaydi. Voy, joning sog' bo'lsin. Ayronni bodringligini ichganmisizlar? 15 yildan beri 50 xizmatda ekanlar. Shundan Nazarbekda sadada joylashgan. Anime qarab turibsanlar. Sanga akroshka, sanga go'ja. Bahosini berlaring, yaxshi yomonligini aytlaring. Lekin shu kunda zo'r ketadi, bir mazasini ko'raychi. Menga qara, ish qilib kosaga pul to'lamasmikinmiz? Bu ketishda meni ham yutib oladi-yu bu, ha? Xo'jalariga ham suv solishmas ekan. Tabiiyligi shundoq bo'ladi. Qatdan bilding? Mazasizlar. O, bilinchilari ham sveji ekanmi deyman? Sizga mumkin emas. Buni bizga qo'yib berishdi. Ha, mayli. Bilinchi yemasam ham, go'ja ichmasam ham, lekin maxsus bodringli ayron ichaman. Bismillahirrohmanirrohim. Ish vaqti 24:07. Bu ayronni ichaman deb dunyoning nari chekkasidan ham kelishayotgan ekan. Siz nima qilib o'tiribsiz? Videoni ko'rdingizmi? Telefon qiling. 24 soat 7 kun davomida xizmatingizda bo'ladi. Sifati birinchi o'rinda. Eshning, yana bir narsa yeysanmi? Yo'q.